Sindiroz bo'lgan qo'yimiz. Yavni turizm sindiroz. Operatsiyaga tayyorgarlik ko'ryapmiz mana. Operatsiyadan keyingi holatini ko'rsatamiz. Mana hozir sizlarga bir qiziq narsa ko'rsataman. Tak. Biz pishmay qolishimiz kerak ekan. Mana sindiroz operatsiyasida. Ko'rasizlar. Bu yoni kesib olganman. Bu yoqda durpardadan keyin mana final yotgan joyi. Yaqinlashtirishga harakat qilaman. Ko'pchilik so'raydi, qurt qanaqa bo'ladi? Qurt o'zi ham bunaqa, mana pufaksimon. Mana ichida mana skalekslar bo'ladi, mana oqlar, ko'ryapsizlarmi? Bu esa shu pufaksimon shuncha suvda yotgan joyi bor. Tushib ketdi. Ichidamiz, mana baribir yuvishga beramiz o'shaning uchun. Mana. Bu yoqni skalekslarni terib tashladik. Ichkari, endi qonni ko'ra olmaydiganlar ko'rmasa bo'laveradi, qolgani ko'radi. Mana alhamdulillah, bugun ham bitta sindirozni qilib bo'ldik. Assistentlarimiz bilan birga bo'ldi. Qo'yib tur, kallasini, mana ko'rsin. Qilyapti qo'y. Mana, qo'yimiz yaxshi. Alhamdulillah, bu yerda chiqdi. Finna. Yana finna. Qoralashib qoldi chunki qon ko'p ketdi.